Navbatdagi fayzli xonadonimizdagi ishlarimizni ham yakunladik. Bu xonadonimizga qilib bergan ishlarimizni birma-bir sizlar bilan tanishtirib o'tamiz. Darvoza qilib berganmiz. Pechan darvoza. 3x3, profillari 6x4, listlari 1x3, profillari 1,5 snikada bo'lgan, rejavikalar yopishtirib mana berganmiz. Bu darvozamiz 5.850 mingga tayyor bo'lib o'rnagan. Stanovga dastlabki xizmatlari ichida. Uylariga yanimizda naveska berganmiz. Bu naveslarimiz 100 kvadratga yaqin bo'lgan. Kvadratini 400 mingdan O'zbekiston bo'ylab dastavka stanovka xizmati ichida bo'lib tayyorlab beramiz. Keyingi ishimiz so'ra 3x3 4,5 millionga tayyor bo'lgan so'rimiz. Profillari hamma yo'q, qalin materiallarda bo'lgan. Keyingi ishimiz perila bo'lgan gumbaz fason. Metri 650 mingdan O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari ichida bo'ladi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, profildagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etasizlar.